Bu videoda ko'rayotganingiz Cronin kompaniyasining yangi uslubdagi somon presslagichidir. Endi siz somon yoki bedangizni mana shunday mayda shakllarda presslashingiz mumkin. Afzalliklari: daladan uyingizga tashishda va saqlashda juda qulay hamda kam maydonni talab qiladi. Germaniyada fermerlar bunday somon presslarni sigirlar yotadigan bokslarga tashab chiqishadi. Bu kabi mayda somon presslari juda yuqori namlikni o'ziga shimib olib, mollarning tagidagi quruqlikni uzoqroq muddatgacha saqlab tura oladilar. Yana bitta afzalligi bu ish jarayonida havo changishining maksimal darajada kamayishidir. Bundan tashqari, mollarga yem tayyorlashda juda ham qulay. Birozgina suv va qarabsizki, yem tayyorlashda qo'shiladigan somon tappa tayyor. Qishloq xo'jaligidagi mana shunday qiziqarli ma'lumotlardan xabardor bo'lishni xohlasangiz, bizdan uzoqlashmang. Obuna va like tugmalarini bosishni unutmang.